o'yinchog'imizni srochniy sotishimiz kerak. Hozir уже ayni payti, sezon payti keldi. Xudo xolasa yana bir 15-20 kun, bir oylardan keyin, bir oylarning ichida tog'larga chiqib mazza qilib haydaydigan payti keldi. Mana bu mashinamizni, o'yinchog'imizni sotilyapti. Narxini ham hozir video davomida aytib o'taman. Bu adrenalinni zo'r ko'taradigan narsa. Hozir sizlar bilan o'tirib buni zavod qilaman. Ovozini ham eshitasizlar, mazza qilib tomosha qilasizlar. Hozir tomosha qilgandan keyin buni o'g'inglar ham kelib qoladi o'zi. Mana hozir avtomat коробка. Bunda bitta klipdan qilib beraman hozir. Bu to'ychog'imizni yengisi o'zi 18 ming turadi. 1025 kilometr yurgan. Bor-yo. Buni yana keyin qo'shimcha nimasi bor? Mana bunaqa qo'shimcha bachogi bor. Oldi libyotkasi bor. Bu libyotka deydi. Protivotumanniy farasi bor. Projektori bor. Keyin qo'shimcha zashitkalar qo'yilgan. Mana bunaqa qo'shimcha zashitkalar bilan birga berib yuboriladi. Hamma narsasi. Keyin yana bitta narsa orqada farkop bor. Pritsep ulab tortib yursanglar ham bo'ladi. Undan keyin masalaga yana bitta bu kvadratsikl bo'yicha zo'r bonusi bor. Bunaqasi menimcha Toshkentda bitta, uni hech kimda yo'q. Mana sizlarga. Kvadratsikl oladigan bo'lsanglar, mana shu ballonni 13 ming dollarga shu ballonni birga qo'shib berib yuboriladi. Bu gusinsa deyiladi. Stils o'zini zavodskoyi. Olinadi, shundoq taqiladi. Faqat mana shu yerda rulovoyga ulanadi, bo'ldi. Uni muammo emas. Oldidan 4 ta bolt yechiladi. Keyin bitta rulovoyni taqib olsanglar bo'ldi. Bu yangi holatda bir martagina taqilgan bor yo'q.